Savsavның 5 hürmet sanğının elem martının rəddəti yuqandaq. Bu yerki 5 yolu bastanğın, 5 yolu bastanğın dep Lübeynin 5 yolu bastanğın doğruluq köp bağındıq. Hem de Savsavның Vuzulyancan yani 5 hürmet sanğını var. Bunu mu? Unda olsa bula kimler? Bulanın elem martının rəddəti yuqandaq. Bu məzmun qızılğan dostlar beni güvence qulib, bir tane yaxşı yürek pürvetip, filmnin duamı qulaq silonlar. Qısa qıdı bayan. Hem de Savsavның bu yerdeki 5 yolu bastanğın olsa Zhangliao, Zhanghe, Xuhuang, Yuejing, Yujing. Hem de bularning içinde Xuchu, Saurin Sauhong Akukula, Shahudin Shahuyan Akukula yok cümleler. O nemiş kıyıp, Alaçu, Malaçu dep ketmişanlar buldu pingonçuda. Hem de bu yerdeki 5 hürmet sanğının içinde yekmek ilişka denkavang en yaman. Hem leşkeri başlap bu cenk kılçıklarım en yukarı. Yani birinci oturduğunu Xuhuang. Xuhuang aslında Yang Feng'nin qo'llasidagi bir odatli bir chavandasi deydi. Kim bu? Xuchu bilan 50 martam jang qilib, yengish ayrilmagan. Shuni bilan Savsavning ko'zi tushgan. Voy, magu bulgujima, yamamasga deb darhol bu yerga Xuhuangni o'ziga sarkarda qilgan. Barbara buning botirligi, aqlliqligi, tadbirga boyligini ko'rib, cho'ng oliy sarkarda qilgan. Hem Xuhuang Savsavning sarkardasi bo'lgandan keyin nom chiqarishga boshlagan. Buning yakmak urushgan janglarning ichida eng yuqori pallasi bo'lsa, Shangfen jangida bu yerdagi Guayu bilan 70 martamdek urushib, yengish ayrilmagan. Albatta bu vaqtga Guayu'ni hammamiz bilamiz. Qerib, yoshlanib qolgan, unisi yarısıq to'liq saqaymagan, kayfiyati nachar bir vaqtda shunami? Endi Savsavning 5 hurmat sanğının eng yuqori urush pallasi dal mashib qolgan. Endi bu yerga Xuhuang qarsak, xuddi bu yerga Subuida nomli asardagi tirikka Chinmingga o'xshab qoladi-ku. Savsavning 5 hurmat sanğını har qitim jang bo'lsa, xuddi ashning o'xshash birinchi bo'lib jangga chiqishni xohlaydi. Düşman qanchalik yomon bo'lsin, qanchalik vahshiy bo'lsin, eng oldinlar o'zi chiqib, 20-30 martam tutishib, xalqning abdini bilib, degandek mushlarni qildigini har qitim Xuhuang. Baymatki jangda bu yerga Xuhuang Yuanshaoning oliy sarkarchisi Yelyang bilan 20 martam tutishib, yengilib qolgan. Biroq shu vaqtning o'zida Xuhuang chiqishdan burun Savsavning ichki sarkarchisi Yelyang bilan urushib, kallasidan ayrilgan. Shuning bilan bu yerga Yelyang ayni vaqt Lübeyning qilishmayotgan gapga hammasi tushunib, hech kim chiqib urushib betilamagan. Guayu tiq kamigan. Dal shundaq vaqtda Xuhuang yana oy paltisini ko'tarib chiqib, Yelyang bilan 20 martam qo'rqmay urushgan. Demak, yenil bu Batur degan gap. Guayu bu yerga Yelyangni o'ltirib atgandan keyin ham Wenchou o'tirib chiqdi. Shunami? Mush vaqtning o'zida Savsav Wenchouning martini yuqurligini bilgachga, Zhangliao bilan Xuhuangni tang jangga soladi. Biroq bu yerga Wenchouning o'qyamart yuqori bo'lg'ashqa Zhangliaoning otdilla mo'lg'at qizvatidi o'qyaydi. Shu vaqtning o'zida bu yerga Xuhuang yana yonmay berib, bu yerga Wenchou bilan 30 marta urishib, yengilib qaltas qildi. Shu vaqtning o'zida chekindi. Endi bu yerga Xuhuangning sap tuzib jang qilish mahoratini bilamiz. Bu jihatimi bu xayol qaltis. Endi yuqorqi janglarda Savsavning bu 5 hurmat sanğının boshqa har qanday chiqsimi 5 bo'lsa Xuhuangchilik urusha olish mumkin. Shuning uchun bu yerga 5 hurmat sanğının birinchisi Xuhuang, ikkinchisi bo'lsa Zhanghe. Hem de Zhanghe, 5 hurmat sanğının içinde kim bu Xuhuang qatorliqlar bilan Sima Yi bilan birga jang qildi, shunami? Hem de bu qolganlar qaraganda Zhanghening bir qadar qo'l lashkariy tadbirga boy, o'zini oyoshni biladi shu Zhanghe. Xalq bilan jang qiladi. Boy kuchini ish qilmaydi. Tanishib qo'yib yengib olmayman deydigan bir ishonch bo'lsa, anondan keyin butun kuchi bilan jang qildi. Bo'lmasa tankilanmoqdek majmu desa, üzünün cenni derhal ep kaçırdığını iman. Endi bu yerda Zhanghe Nangshan jangida Changshanlik Zhao Zulun bilan 30 marta urishib, qech ketgan, yengilib qolganligini bilib. Tungguan jangida Ma Chao bilan 20 marta urishibla tikib o'tdi. Va yengilib qolgandekmi, Ma Chao'ga tankilanmoqdekmi. Endi lekin bular Zhanghening jingining eng yuqori chekki emas. Buning jingining eng yuqori chekki nima? Zhang Fei bilan 50 marta tutishib, yengish ayrilmaganligi. Albatta bu vaqtki Zhang Fei birinchidan yashnab qolgan. Ikkinchidan, shu vaqtga jangdan burun buning tilisini qo'rab birga kelib qolgan vaqtda. Endi shuning uchun bu yerda Zhang Feimi Zhangheni o'ltirolmay qolgan. Endi mushundaq ahvol ostidami, yana bu yerda Zhang Fei bilan 50 marta tutishib, yengishning ayrilganligi Zhanghening ma'lumotini yuqorligini bildirdi. Undan so'ng Zhanghe nima bo'lib ketdi? Pengunchi bir qoldiringlar. Zhanghe ikkinchi o'ringa tuzildi. Uchinchi o'rindagi bo'lsa Zhangliao. Endi Zhangliaoning oldingi qatimliq so'pinda men ayrimni so'zlagan buning alamati yakmak urishqon to'g'riliq. Endi bu Zhanghedan ancha qilishmaydi. 24 batir ichidimi bu ikkisi oldi keyinlam tuzildi. Endi bu Lübeyning sarkarchisi vaqtning o'zida Savsav bilan jang bo'lganda Zhanghe bilan 50 marta urishib,
hiç kim yenilmegen. Yana o Jangdong'ның Ali Baturi teşhisi bilen 80 mertem uruşup yeniş ayrılgan. Teşhisi peygamberda 10 ming yil tizildi qaranglar. Aldın sohbetinde Jangdong'a to'g'riliq tafsili to'xtalgan, cho'ngbachiq so'zlamayman. Hamda bu 3-cü runga tuzildi. 4-cü rundikisi Yuejing. Hamda bu 5 hürmet sanıqının içinde sağ-solga en baldır egeshkini delmişet Yuejing. Lekin bu yerdeki Yuejing'nin hamda alaydı batur, aldınqı septiki şirmet sanıqlar bilen yekmek uruşup bakka yerleri yok. Hamda bunun yana Oxya martımı nait üstünde tesiruldu. Sağ-solun qalğan 5 hürmet sanıqının içinde Oxya martı en üstünü müşet Yuejing. Hamda sağ-solun bunu yaqtırışıdaki sebep birinciden bu en dastlab egeshken ahirgacha egishini sağ-sol olgan sadaqatmanligi, sağ-solun buyruqi boysunishini yaxshi bununchu. 5-ci o'rindagisi Yuejing. Hamda buningki elementi yekmek uruşu bulupmu en töven. Yekmek uruşu bir qatımı biresini yengib bakmagan, biresini kallasını yengib bakmagan. Tunganjingda maçav quyulq qilib, maçav bilan 10 martami tutuşamay, bagar tikib atgan, yengilib qolgan. Shuning uchun keyin Pangda bilan birlikda Guiyuejingga atlandigandami, Yuejing men bamsam bulanmi, bamsam manda bu deydi. İşte ona sağ yenila işençli evet demişqa bunun üzük sadık ekanligini biladi. O'sha vaqtda Guiyuejing anglab tutdi. Yuejing o'zi jang qila olamdi-ku deb. Oxirida Guiyuejing tirik tutilib qoladi aynan qarsak. Hamda bu tahlillardan chiqqansizlar ism jihatda Liu Beining 5 yo'lbos sanıqini degan gap bilan Sağ-Sağning 5 hurmat sanıqini degan gap o'xshashdek anglangan bilan amaliyotda bu ikkisining o'rni faqat o'xshashmaydi. Liu Beining 5 yo'lbos sanıqini eng oliy sanıqlari. Biroq Sağ-Sağning bu 5 hurmat sanıqini Wuliangjiangsi eng oliysi emas. Shuning uchun bayaq dedim, Shuchu, Sauron, Sauxung, Shahudin, Shahuyallar buning ichiga kirmaydi. Endi tushundinglarmi? Tushungan do'stlar, piyonchi tushundik deb yozib qo'yinglar. Rahmat.